Modaline dükanımızdagi giyimlarni narxlari, razmerlari bilan birga tushuntirib beraman. Dükanımızdagi masalan shu naturalka dvoykamiz shifon bilan kombinatsiya ishlangan. Bunun razmerlari bor, narxi 500 ming so'mdan. Buni korичневый, qora ranglaridan kelgan. Qora rang ham xo'shroq bo'lib turadi. Bular большимерка razmerda L dan 2XLgacha bor razmerlarda bor. Bu dvoykamiz esa narxi 650 ming so'mdan chiqqan. Bu ham xo'shroq bo'lib turadi. Kisalari bilan neobichniy etib ishlangan. Bundan tashqari dükanımızda shuning efirli variantda вечерний ko'ylakimiz bor. Bular malamerka razmerda kelgan, pasti pilsrovka ipga bo'ladi. Buni bordoviy, bejviy и молочный ranglari bor. Bu ko'ylakimizning narxi 464 ming so'mdan. Keyin shuning variantda dvoykamiz bor. Bu ham xo'shroq bo'lib turadi. Buni faqat qora rangidan bor. Buning narxi 675 ming so'mdan, razmeri standart. Keyin bunday variantdagi koftipkalarimiz bor. Вечерний bu ham pasti pilsrovka, usti shuning kostyumlar, arkasi korset, bemalol razmerda o'g'irlab kiysa bo'ladi. Bu dvoykamizning narxi 350 ming so'mdan ekan. Buni rozi variantdagisi bor. Keyin bunday rangi bor. Keyin bejviy rozi ranglari bor. Keyin trendli shuning turk koftipka bor, turk model. Buni bejviy, qora ranglari bor, razmerlari 44 dan 50 gacha velikan razmerlarda 1 million 330 mingdan chiqqan. Keyin malamerka razmerda qizil rangidan bor, 36 dan 42 gacha bo'lgan razmerlarda narxi 1 million 265 ming so'mdan chiqqan. Keyin shuning variantdagi koftipkamiz bor. Bularning razmeri M, L, XL, 2XL razmerlarda kelgan. O'zini shuning kostyumchiki, keyin ipkasi bor, kolor otrezlatib ishlangan, xo'shroq bo'lib turadi. Bularni qizil, keyin fioletli rangi bor. Keyin shuning большимерка razmerdagi koftipkamiz bor. Bular ham xo'shroq bo'lib turadi. Tikrovkali variant. Bu ko'ylakimiz narxi 345 ming so'mdan. Zamokli variant, chetlaridan shuning uzor qo'yib ishlangan. Keyin shuning vязаный dvoykamiz bor. Yenglariga shur qo'yib ishlangan. Razmeri standart, yubkasi pilsrovka. Buni qora, bejviy и молочный ranglari bor. Bu koftipkamiz narxi 405 ming so'mdan. Keyin shuning variantdagi vязаный koftipkamiz bor. Bu ham xo'shroq bo'lib turadi. Yubkasi trapetsiya, usti shuning knopkali variant. Buni ikki xil rangi, qora va shuning korичневый rangi bor. Narxi 405 ming so'mdan. Keyin ofis variant shuning koftipkamiz bor. Bu ham xo'shroq bo'lib turadi. Materiali stretch material, narxi 580 ming so'mdan. Razmerlari bor. XL dan 7XLgacha bo'lgan razmerlarda kelgan. Keyin shuning variantimiz bor. Bu ham stretch material, qalin. Yubkasi ham shuning xo'shroq bo'lib turadi. Buni qora, korичневый ranglari bor. Buni ham razmerlari bor. Большимерка razmerda 600 ming so'mdan turibdi dükanimizda. Buning rasvetkasi ham bor. Bu ham shu baqa, razmerlari ham xuddi shunday. Buni keyin oq koftali, qora koftali varianti ham bor. Ofisda ishlaydigan ayollarimiz uchun bemalol to'g'ri keladi. Keyin bunday variantimiz ham bor. Bu ham neobichniy akkuratniy chiqqan, kisalari bilan. Yubkasida ham shuning gullari bor. Yenglari lentalatib ishlangan, xo'shroq bo'lib turadi. Bu ham velikan razmerda. Narxi 620 mingdan chiqqan. L dan 2XLgacha bo'lgan razmerlari bor, korичневый qora ranglarda chiqqan. Keyin shuning zamokli variant dvoykamiz bor, past kilotli, chetlaridan shuning uzorlatib ishlangan. Bularning razmeri 1, 2, 3, 4 razmerlarda kelgan. Narxi 620 ming so'mdan chiqqan. Buni korичневый qora ranglari bor. Kisali, yenglaridan shuning dima qo'yib ishlangan. Keyin dvoykamiz, bular materiali velour, velour yaxshi xili, razmerlari 6XLgacha bor. Bu dvoykamizning narxi 700 ming so'mdan. Bellaridan shuning tasmalar qo'yilib ishlangan zamokli variant. Ishtoni kilot. Kilotini ham shuning uzorlar qo'yib ishlangan, xo'shroq bo'lib turadi. Keyin yana bir variant naturalka dvoykamiz. Materiali yaxshi xili, XL dan 6-7XLgacha keladi bular. Orqasi shuning xo'shroq neobichniy etib ishlangan, ishtalarning ham chetlaridan uzor qo'yilgan. Bu dvoykamizning narxi 542 ming so'mdan dükanimizda turibdi. Qora, korичневый ranglari bor. Keyin bu variantimiz ham bor. Bular ham katta большимерка razmerda, narxi 580 ming so'mdan.
Zamokli variant. Kiloti ham keng bo'lib turadi. Chetlaridan qoshdan uzor berib ishlangan, dimxo'shroq bo'lib turadi. Bular faqat shu rangda kelgan. Keyin buning velour ko'ylakimiz bor. Bular oldilari vishivka, minjiqlari qo'lda ishlangan, bemalol yuvsa yechatmaydi. Razmerlari XL dan 5-6 XLgacha kelgan. Narxi 590 ming so'mdan. Buni qora rasvetkasi bor. Qora rasvetkasi ham juda dimxo'shroq bo'lib turadi. Bular ham razmerlari xuddi shunday. Keyin yana bir naturalka dvoykamiz, yenglaridan shifon qo'yilib ishlangan. Belarida gefyur bilan bezak berilgan, dimxo'shroq bo'lib turadi. Orqasi dimali. Razmerlari L dan 3XL mi 4XLgacha kelgan bular. Buni narxi 434 ming so'mdan. Kiloti ham keng bo'lib turadi, kisak qo'yib ishlangan. Keyin buning zamokli varianti ham bor. Bu ham razmerlari xuddi shunday, narxi 589 ming so'mdan. Uzun bo'lib turadi, bemalol hijobli ayollarimiz ham giysa bo'ladi. Keyin yana bir novinkamiz, bu ham dimxo'shroq bo'lib turadi, gefyur qo'yib ishlangan, oldilari shuning dimali, chetlaridan shuning lentishkalar qo'yilgan dimxo'shroq variant. Buni ham kisasi bor, kiloti keng bo'lib turadi, bemalol orqani yopadi. Narxi 610 ming so'mdan chiqqan. Buni faqat qora rangidan bor. Keyin yana bir velour dvoykamiz, velouri dim yaxshi buni. Razmerlari 44 dan 52 gacha kelgan. Podlasagrada dvoykamiz bu. Chetlaridan shuning uzor qo'yib ishlangan kisalari bor. Bu dvoykamizning narxi 630 ming so'mdan chiqqan. Keyin yana bir bolshimerka dvoykamiz, bu ham demokratniy bo'lib turadi. Kilotun chetlaridan uzor qo'yib ishlangan, zamokli variant. Razmerlari XL dan 7XLgacha keladi. Qora korичневый ranglari bor, narxi 620 ming so'mdan. Keyin shuning sportiniy variantdagi dvoykamiz bor. Kapishonkali. Kilotuni yonboshlarini uzor qo'yib ishlangan, kiloti keng bo'lib turadi, orqani bemalol yopadi. Narxi 573 ming so'mdan chiqqan. XL dan 6XLgacha bor razmerlarda kelgan. Keyin shuning velour variantdagi dvoykalarimiz ham bor. Bular ham kilotli, shuning qoshlar bilan bezatilgan. Kiloti keng, bemalol hamma giysa bo'ladi. Narxi 375 ming so'mdan. Buni qora, bordoy ranglari bor. Keyin shuning variantdagi dvoykamizdan bor. Bular narxi 400 ming so'mdan. Chetlaridan uzor qo'yib ishlangan, munjiqlari qo'lda tikilgan, ruchnoy rabota. Velouri ham yaxshi xili. Bular ham naturalka, dimxo'shroq, belini shuning tasma qo'yib ishlangan, zamokli variant. Bular ham shu narxda. Kilotini chetidan uzor qo'yib ishlangan. Bular keyin yashil varianti ham bor buning. Keyin masalan shu koftikamiz ham dimzo'r, materiali hibi, stretch material. Bular ham bolshimerka, 48 dan 54gacha bor razmerlari bor. Narxi 275 ming so'mdan, kisak qo'yib ishlangan. Yubkasi ham dimxo'shroq bo'lib turadi, demokratniy. Buni ham qora, korичневый ranglari bor. Bu koftikamiz ham shuni rasvetkasi. Bularning ham razmeri to'shni shuning, narxi ham 275 ming so'mdan chiqqan. Keyin buning bambuk material, qalin issiqqina sezonimiz uchun dim qulay. Buni narxi 232 ming so'mdan. Buni qora, korичневый, ko'k ranglaridan bor. Bularning razmerlari 42 dan 54gacha bor razmerlarda bor. Keyin shuning bambuk material dvoykamiz ham dimzo'r. Talab ko'p bo'lib turibdi. Chetlaridan shuning qoshlardan uzor qo'yilgan, kisasi bor, kiloti ham keng, o'zi ham keng bo'lib turadi. Bularning razmeri standart. Bemalol malamerka razmerdagi ham, bolshimerka razmerdagi ayollarimiz ham to'g'ri keladi. Keyin do'konimizda shuning dvoykalarimiz ham bor. Bular ham materiali yumshoqqina, 195 ming so'mdan. Keyin yana bambuk dvoykamiz, bular ham kiloti keng, bu narxi 240 ming so'mdan. Keyin bu dvoykamiz ham velvet material, narxi 175 ming so'mdan, kapishonkali variant. Kiloti keng bo'lib turadi, bemalol orqani yopadi. Buni korичневый, seri qora ranglaridan bor. Keyin shuning ayol qizlarimiz uchun dimxo'shroq bo'lib turadi. Uydagi ishda, galilarimiz uchun ham to'g'ri keladi. Bularning o'zini belbog'i ham bor. Kiloti, keyin usti shuning ko'ylagi bor. Buni korичневый, bordoviy ranglari, keyin qora ranglari bor. Keyin shuning dvoykamiz ham bor. Bu ham materiali qalin.
kiloti, keyin ustida shuning go'ynagi bor. Go'ynagi ham uzun bo'lib turadi. Bu dvoykamiz narxi 187 ming so'm. Bular ham xuddi shu go'ynagimizni rasvetkalari, shuning ko'p rasvetkalarda chiqqan. Keyin yana bir dvoykamiz, materiali qalin, bemalol zamokli variant. Ichidan koftalar bilan giysa ham to'g'ri keladi. O'zini shuning kiloti bor. Narxi 263 ming so'mdan chiqqan. Buni korичневый rangi bor, keyin bejli rangi bor, keyin qora rangi bor. Bu rasvetkasi ham xo'shroq bo'lib turadi. Shuning velour tovaridan tikilgan Lasagrada, pod Lasagrada dvoykamiz bor. Bu ham xo'shroq bo'lib turadi. Chetlaridan koshtadan uzor berilgan. Velouri yaxshi. Bularning narxi 263 ming so'mdan. Bu 232 ming so'mdan. Bu 263 ming so'mdan naturalka tovaridan tikilgani bor. Bu varianti 263 ming so'mdan. Bu 232 ming so'mdan velour material. Materialında farqi bor. Rasvetkalari. Keyin shuning naturalka materialdan ishlangan dvoykamiz bor. Bular ham xo'shroq bo'lib turadi. Razmerlari XL dan 5XLgacha bor. Aldilari, yenglari, keyin etaklari vishivka barib ishlangan. Xo'shroq. Kilotining pastida vishivka qo'yilgan. Pekin fabrichniy mahsulot 589 ming so'mdan turibdi. Buning rangi bor, keyin qora rangidan bor. Keyin naturalka dvoykamizning yana bir varianti, bu ham xo'shroq, kачествоsi zo'r. Biserlari qo'lda tikilgan. Narxi 573 ming so'mdan. Buni ham razmeri XL dan 5XLgacha bo'lgan razmerlardagi korичневый qora rasvetkalari bor. Keyin bu variantimiz ham kelin qizlarimiz uchun ham xo'shroq turadi. Katta razmerdagi ayollarimiz ham bo'ladi. 388 ming so'mdan turibdi. L dan 2XLgacha bo'lgan razmerlari bor. Shuning ko'k rangi, keyin korичневый rangi bor. Bu variant dvoykamiz ham xo'shroq, ikki xil rasvetkada qora, bordo ranglarda kelgan. Keyin korичневый rangidan ham bor. Razmerlari 1, 2, 3, 4 razmerlar. Narxi 728 ming so'mdan turibdi. Kilotlarni ham chetlaridan shuning uzor berib, kisalar qo'yilib ishlangan. Kiloti ham keng, o'zi ham bemalol orqani yopib turadi. Keyin shuning 375 ming so'mdan shuning velour koftipkamizdan bor. Yakali, aldidan shuning broshka qo'yib ishlangan, yenglaridan plastovka material qo'yilgan. Yubkasini ham aldi kisali. Beli rezinkali, xo'shroq bo'lib turadi. Buni korичневый qora ranglari bor. Keyin shuning velour koftipkamiz ham bor. Bu ham xo'shroq bo'lib turadi. Bashimerka razmerda XL dan 6XLgacha bo'lgan razmerlarda kelgan. Bu koftipkamizning narxi 600 ming so'mdan. Yana bir variant koftipkamiz, bu ham xo'shroq bo'lib turadi. Aldilari ipli, zamokli variant. Narxi 403 ming so'mdan chiqqan. Buni qora korичневый ranglari bor. Bu ham 1 dan 4 gacha bo'lgan razmerlarda kelgan. Keyin shuning variant koftipkamiz, velour materiali, tigrovka yubkali, kisalari bor, beli rezinka, zamokli variant. Narxi 512 ming so'mdan turibdi. Bular faqat shu rasvetkada kelgan. Keyin shuning naturalka kardiganlarimiz bor. Bularni bazaviy go'ynaklar bilan ham, koftipkalar bilan giysa ham xo'shroq bo'lib turadi. Orqasi shuna bezatilgan, munjiqlari tikilgan, bemalol yuvib ishlatsa bo'ladi. Naturalkasi ham yaxshi. Narxi 450 ming so'mdan. Razmerlari bor. Buning rasvetkasi bor. Bu ham xo'shroq bo'lib turadi. Keyin buning variantdagilar ham bor. Bu bilan maslab olaman desangiz, shuning alohida naturalka yubkalarimiz ham bor. Bular ham 300 ming so'mdan, pastini shifon qo'yib ishlangan, xo'shroq bo'lib turadi. Razmerlari bor. Undan tashqari shuning kardiganlarimiz ham bor. Bu ham xo'shroq. Munjiqlari tikilgan. 400 ming so'mdan turibdi, zamokli, keyin buning rasvetkalari bor. Bular ham xo'shroq. Xohlasangiz ofis uchun ham, xohlasangiz tashkilot uchun ham giysangiz bo'ladi. Qora korичневый ranglarda kelgan. Bularning razmeri standart bo'ladi. Bemalol katta razmerlar ham to'g'ri keladi.
Yosh qizlarimiz uchun shuning вечерний kartikalarimiz ham bor. Bularning narxi 326 ming so'mdan S, M, L razmerlarda kelgan. Buni oq, keng, qora ranglari bor. Keyin buning kartikalarimizni buning varianti ham bor. Bu ham dim xo'shroq. Razmerlari bor. Keyin buning troykalarimiz bor. Bolshimerka razmerda 1dan 4gacha bo'lgan razmerlari bor. Ichida shuning yengil uzun futbolkasi, keyin ustida shuning sportivkasi, keyin kiloti bor. Kiloti kisali, vishivka uzor tushirilgan. Dim xo'shroq bo'lib turadi. Bularning narxi 825 ming so'mdan chiqqan. Pekin fabrichniy mahsulot. Buni temno-siniy, bordo ranglari bor. Keyin shuning troykamiz ham bor. Bular jins troyka. O'zini shuning ichida yengil uzun futbolkasi, keyin ustida kostyumi kisalatib ishlangan, belida bel bog'lari bor. Keyin shuning kiloti bor. Kilotlar ham kisali strish jinsi. Bular ham bordo rangi bor. Keyin shuning temno-siniy ranglari bor. Bu troykamiz narxi 542 ming so'mdan chiqqan. Bular ham bolshimerka XLdan 4-5 XLgacha to'g'ri keladi. Keyin shuning troykamiz ham bor. Bu troykamiz trend bo'ldi desak ham bo'laveradi. Keyin futbolkasi bor, ichida yeng kalta, ustida shuning sportivkasi kisali. Keyin shuning yubkasi bor, yubkasi kisalatib ishlangan. Dim xo'shroq bo'lib turadi. Razmerlari bor, narxi 675 ming so'mdan. Keyin shuning koft yubkamiz ham bor. Yubkasini plashovka material tushirilib ishlangan, kisali variant. 600 ming so'mdan turibdi, razmerlari bor. Buning varianti ham bor. Bu ham dim xo'shroq bo'lib turadi. Bularni bayram tadbirlar uchun ham, keyin ofis variant etib kiysa ham bo'ladi. Dim xo'shroq bo'lib turadi. Yubkali variant bu ham. Keyin shuning kilotli varianti ham bor. Oq qora. Klientlarimizning ko'nglidan joy olgan troykalarimizdan biri. Bu ham xo'shroq bo'lib turadi. Chetini oq qo'yib ishlangan. Bolshimerka razmerda L dan 2XLgacha bor razmerlari bor. Bu dvoykamizni narxi 558 ming so'mdan. Modaline do'konimizda kutib qolamiz. Do'konimiz yaqinda ham bittamiz. Adresimiz Raycenterda, Urganch Univermag'idan 7000, rayon nalogini to'g'risida. 19 marshrutni yo'l bo'yida bemalol kelsangiz bo'ladi.